sizga. Hammanglarni ko'rib turganimdan xursandman. Vaqt ajratib kelganingizga rahmat. Kamchiliklarga ahamiyat bermaysizlar. Bu bolalar bularning birinchi bayrami. Ko'pchilik bolalarimiz birinchi bog'chaga chiqqan bolalar. Shunga kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Bu juda ham hayajonli, tayyorlanishgan, she'rlar hammasi yodlashgan. Chiroyli ko'rsatib berishadi xudo xolisa. Bugungi kun sizlarga yaxshi kayfiyat va bolalaringizdan faxr tuyg'usini bersin. Rahmat hammalar. Дорогие родители, мы рады видеть вас на нашем празднике. Приятного просмотра! Tomoshada tog'orada nog'ora, tog'orani. Voy kampir, shu bel og'rig'i shunaqa qiynayapti-ya. Yana shu serialingni ko'ryapsanmi? Voy Biliz shu qo'ymadi. O'tiring divanga. Bozorga tushdingizmi? Ha, tushdim. Voy. Ha, necha kilo bug'doy oldingiz? Uni qo'ying. Ha, 1 kilo bug'doy oldim. Jiming, qo'shnilar eshitib qolmasin. 10 kilo bug'doyingiz nima bo'ladi? Butun mahallaga tarqatmoqchi edim-ku. Voy kampir, sizni yuborgandan ko'ra o'zim bozorga tushib kelganim yaxshi edi. Ha, shu serialingdan ko'ra bozorga borib kela onasi. Sizchi o'tirasizmi? Undan ko'ra ishlarni qilib o'tiring, xo'pmi? Voy kampir, men qayerdan bilaman u nima ish qilish kerakligini. Xavotir olmang. Malisaga hammasini tushuntirib qo'yganman. U sizga o'rgatadi. Ha, xo'p, boraqa. Mayli, men ketdim. Voy, Alisasi qursin-a. Shu kampirim hech Alisasiz ish qila olmaydi. Hay Alisa, бабушке choy сказал, а? Насредин Аке, сегодня у нас в планах испечь хлеб, приготовить плов и повесить белье. Чего? Бабушке совсем с ума сошел? Насредин Аке, вам лучше так не шутить. Хотите, поставлю вам музыку для настроения. Ладно. Алиса, выключи английский полька. Включаю Шакс-Ракс Джемал, песня Эндейджин Полька Рубоб. Вы отлично справились с заданием, молодцы. Теперь нам нужно нарезать морковь, которую мы собрали. Осторожно морковь резать, осторожно детям притрагиваться к ножу. Строго запрещено для этого, предлагаю позвать родителей. Правила игры очень простые родителям. Нужно выйти к сцене и нарезать морковь. Кто быстрее нарежет, тот и выиграет. Sehr to'la shoh taomda dasturxonim hikmati, palov otliq mo'jizaning budir asl sharbati. Sariq kokil erkatoyim qozonga tushsam zixon, sening xushbo'y zirvagingdan. Toshimiz tayyor, Gulnora, Badyor.
mana, to'g'rimi? To'g'rimi? Voy, sabzimiz ochdim bash. Chaqqon kelmadi-yu, sabzini osh qilib yuboraman. Qani endi baho beramiz. Qaysi biriga baho beramiz? Bunisiga. Bu siznikiligini qayerdan bilasiz? O'zgartirdim, oldin bilasiz. Nimaga? To'y oshida yirik to'g'raladi. Aynan, to'y oshida yirik to'g'riladi. Bu nimaga bunga berdingiz, sabab? Bu o'yoshiga. To'g'ri, lekin bu Gulnor opaniki. To'y oshi uchun eng zo'r sabzi to'g'raydigan Gulnor opamiz. Badiyora, uy oshi uchun eng zo'r to'g'ralgan sabzilarimiz. Rahmat, hammalarga. Поздравляю, вы справились с заданием. Наши родители молодцы. Благодарить наших родителей мы подготовили для вас новый танец. Приятного просмотра. Сейчас включу для вас песню. La 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 la. Non yokkanda mening oyim issiq kulcha yopar doim. Non yokkanda mening oyim issiq kulcha yopar doim. Kulcha juda masali, sedanali jusali. Oh, kulcha juda masali, sedanali jusali. Yegan sarim yegim kelar, rahmat oyi degim kelar. Yegan sarim yegim kelar, rahmat oyi degim kelar. La 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 la. Menga atab oyi jonim desam kulcha go'yo gulcha. Mehribonim menga atab oyi jonim yashar kulcha go'yo gulcha. Mehribonim kulcha juda masali, sedanali jusali. Oh, kulcha juda masali, Из наших задач с Насрединоке осталось только повесить постиранное белье. Если вы справитесь и готовы, тогда начинаем. Давайте лучше ведущий расскажет вам правила игры. Kimga baliz qilamiz? Qani, Muhammad Amin yoki Ibrohimga? Zadaniya shunaqa. Mana bu yerda kirlar osilgan. Kirlar tugaguncha kim qo'l va toza qilib yoyish, xo'pmi? 1, 2, 3 boshladik. Давай. 1, 2, 3, 4. 1, 6, 7. 7. 7. Но все равно победила дружба, потому что он повесил ровнее. Теперь, чтобы было ровно. Так. Спасибо, мальчишки.
Мамочки, учитываем, что ваши дети умеют хорошо развешивать белье. Мы их к этому приучили. Так что дома можете прививать их к труду. To'rtta bo'ldinglar. Chiroyli olib taxlashimiz kerak. Mana sizlarga stol ustida taxlasanglar bo'ladi, xo'pmi? Stolni sizlar ko'rishingiz uchun oldinroq qo'yamiz. Qani kim birinchi yig'ishga? 1, 2, 3. Mana shuni sizga ko'rsatishmoqchi bo'lishdi. Qani, endi bismillah aytamiz. Kel sendan boshlaylik. Isming nima? Kel, yonimga o'tir. Xadicha. Men Xadicha qizimizga 5 ketdi. Eng kichkinasi bo'ldi, lekin kiyimlarni akkurat olib kelib taxlab qo'ydi. Ko'rdinglarmi? Xadicha biz молодец. Sani isming nima? Mubina bizda eng chaqqoni. Hammasini olib taxlamasa ham, olib kel, yig'ib qo'ydi ko'p qilib. Молодец. Zo'r. Sani isming nima? Rayona akkuratni shoshmasdan taxlab, hammasini yig'ib qo'ydi, to'g'rimi? Молодец. Buni Zinura qildi. Mana bunisini Rayon. Sanchi? Isming nima? Zinura. Mana Zinuramizni qaranglar. Shimlar taxlaganini qaranglar. Mana shimni qaranglar taxlagan. Siz ham shu taxla olmaysiz, to'g'rimi? Молодцы, aslanlarim. Voy, charchab ketdim. Bozorda ko'p narsani ko'tarib keldim. Chol, siz nimalar qildingiz? Etgan ishlarimni qilib qo'ydingizmi? Ha, kampir, xavotir olma. Haligi tashab ketgan Alisang bilan hamma ishlaringni qilib qo'ydik. Voy, baraka toping, cholim. Yuring, dasturxonni bezatamiz. Ha, yur, kampir, yur. Alisa, haligidagi классный песни поставь. Хорошо, нажмите на «Кя». Ставлю для вас песню Ким Алла Диорсу «Джинани Йор». MBK Studio.uz Chiqalamachiq, ramramchiq, 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 chiqalamachiq, ramramchiq. Kim oladi yosh gunaniya, kim oladi yosh gunaniya. Ololmaysan yosh gunaniya, ololmaysan yosh gunaniya. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, shotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, yapchil bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, ajib bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, shotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, epchil bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, g'ajir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Chiqalamachiq, ramramchiq, chiqalamachiq, ramramchiq, chiqalamachiq, ramramchiq, chiqalamachiq, ramramchiq. Chiqalamachiq, ramramchiq. Qilpillama joy
jongina qilpillama qilpillama jonginam qilpillama beling tasmadagina qilpillama men seni kabir desam qilpillama dode qilig'i qizdagina qilpillama men seni kabir desam qilpillama dode qilig'i qizdagina qilpillama jongina qilpillama beling tasmadagina qilpillama aylanay o'rgilay aylanay ariq bo'yida tollar chipradalla dalla tollar tagida chollar chipradalla dalla ariq bo'yida tollar chipradalla dalla tollar tagida chollar chipradalla dalla bu chollar yomon chollar chipradalla dalla o'tgan kampirni poylar chipradalla dalla bu chollar yomon chollar chipradalla qiyin. Rasmida ham so'raysizlar, nima meni bolam yo'q deb, o'zingizlar ko'ryapsizlar, bizni joyda turib qochib ketishyapti. Shuning uchun bizlarni ham tushunasizlar deya umid qilamiz. Bolalar har doim terib, rasmga olib berishga harakat qilamiz. Lekin ular bizda qiziqqon, qochib ketishadi, chopib ketishadi. Shuning uchun ham bir xil bo'lmay qoladi. Keyingi bayramlarimizda ham sizlarni kutib qolamiz. Endi dasturxonimizga taklif qilamiz. O'zingizlar olib kelgan mazali shirinliklar. Bizning o'g'il opamiz povurimiz pishirgan juda ham mazali osh, achichular va sizlar uchun tayyorlagan sumalagimiz bor. Hammanglar stulchiklarini olib, stolga o'tirib, bemalol oshdan olib yeysanglar bo'ladi. Bayramimiz davom etadi. Hammanglarga rahmat. Nafamga kattakon rahmat. Chatlaringlarda chiroylab yig'langanlar, rasmlarni qilib beradigan, bayramlarda davay qilib turadigan men muxlisaman. Menga rahmat. O'g'il opa, povurimiz har kuni bolalarga mazali va sog'lom ovqatlarni tayyorlab, chiroyli qilib suzib, rasmga olib, sizlarga jo'natadilar. Rahmat kattakon o'g'il opamizga. Starshi gruppamizdan vaspitatellar Ramil opam. Ko'prik taniysizlar. Rus tilida juda ham zo'r qilib bolalaringlarni harflarga, o'qishlarga, hammasiga o'rgatadilar. Молодец. Rahmat oilam, uxlatib, ovqat yedirib, juda katta mashaqqat qilishadi. Nazokat va malohatiga ham katta rahmat. Kichkintoylarimiz eng qiyinida to'g'risi uchun yulib qochib ketishadi o'qib. Va bizlar tozaligimizga har doim qarab yuradigan, kravatlarni tagigacha, matraslarni almashtirib, basseynlarni har hafta almashtirib, Maftunaga katta rahmat. Sizlarga ham bolalaringizga uydan, bizdan keyin qarab, mehr berib, bolalaringiz uchun yaxshi sifatli ta'lim berish uchun ishlaysizlar. Bunga pul ajratib, vaqt ajratib, yaxshi bog'cha tanlab, ularga e'tibor berib, katta qilayotganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Sizlarning bayramlarimiz nazokatsiz o'tmaydi. Har kuni kelib, mana raqs o'ylab topishadi. Va biz buni hammasini o'ynab ko'rsatishga harakat qilamiz. Nazokatga kattakon rahmat.
Assalomu alaykum, hurmatli onalar. Va bu bog'chaga o'g'limni bergandan judayam minnatdorman. Oshpazlardan tortib, tarbiyalanuvchilariga, hammaligiga kattakon rahmat. 3 yil ichida 4 ta bog'chaga berdim. Shu yerda qoldik. Judayam zo'r. Pitaniyasi ham, mehnatligi ham, tarbiyaligi ham, ta'limi ham, ayniqsa ta'limga judayam zo'r. Alhamdulillah, judayam chiroyli tarbiyasi beryapti, tarbiyaligini berishyapti. Ertalabki soat 8 bo'lishini biz intiqlik bilan kutamiz. Iloji bo'lsa 6 da ochib qo'ysa kelayapti, mayli. 6 dan 6 gacha qadar. Sababi uxlamasdan bedor bo'lib kutadi desam ham bo'laveradi. O'zimni ham 4 ta bolam bo'lsa, men bunaqasini ko'rmaganman. Sababi bog'cha yaxshiligidan bu. Bog'chaga shunaqa oshiqadi. Rahmat hammalarga. Yaxshi ham shu bog'chani ochibsizlar. Juda ham minnatdormiz sizlarga. Rahmat.